Sizga 1 yilda kamida 36 ming dollar olib keladigan joy ko'rsatsam nima deysiz? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Qurilishi oxiriga yetmagan joyini ham bitirib, biznesingizni undan ham kengaytirib olishingiz mumkin. Endi hisobingizni chiqarib oldingizmi? Demak 5 × 5 25. Oling 5 ni. Bitta like bosingda videoni oxirigacha ko'ring. Biznes qilaman deb yurgandingiz-u, yaxshi taklif axtarib. Umumiy maydoni 4-3 sotixni tashkil etadigan 2 qavatli bu joyni bir ko'ring. Remont holatlari tayyor. Kafe mijozlarga servis ko'rsatish uchun ochiq maydonga ham, ichlari salqin bo'lgan yopiq zonaga ham joy qilib qo'yilibdi. Suvlariga ventilyatsiya tizimi o'rnatilgan. Ikkita liniya orqali svet tortilib kelingan ekan. Bino pishiq, xomg'isht va shlakoblokdan qurilgan ekan. Mana shunaqa joylarni olib katta ehsonlar, topgan daromadimdan ko'p yaxshiliklar qilish nasib qilsin deganlar izohga inshaalloh deb yozib qo'ying. Bu yerga 4 tomondan kira olasiz. Novvoyxona va supermarket ochishga ijaraga berishgan. U yerdan oyiga 6 million daromad kelib turadi. Istiqbol qilingan, kafening ichiga konditsioner ham o'rnatilgan. Mebel jihozlar olib chiqib ketishar ekan. Keyin o'zingizga yuritayotgan biznesingiz turiga qarab ichini to'ldirib olaverasiz-da. Narxini 258 ming dollar deb turishibdi. Ekrandagi nomer orqali yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahri, Muqimiy ko'chasi 48. Kalsivoy Bahor zapravkadan Polsha bozorini mo'ljal qilib kelganda o'ng qo'lda. Videoni biznes qilmoqchi bo'lgan tanishlaringiz bor edi-yu, ashlarga darrov jo'natib qo'ying-chi.